Oxirgi yangilanishdan keyin ko'plab giroylarda turli xil o'zgarishlar bo'ldi. Ba'zilari buff olgan bo'lsa, boshqalari nerf olishdi, demak boshladi. Freya Ultimate'ning perizaryadkasi qisqartirildi. Shu pastki sho'ng'ish vaqtida 50% zarar kamayishi qo'shildi hamda sho'ng'ish tezligi biroz oshirildi. Josining mana regeneratsiyasi biroz sekinlashtirildi. Ikkinchi skillning uroni oshirildi. Uloqtirish orqali beriladigan uronning bir qismi raqib giroyining maksimal HP-siga bog'liq bo'ladi endi. Bundan tashqari ikkinchi skillning stack to'plash jarayoni biroz sekinlashdi. Yangiliklardan biri raqibni havoga uloqtirgandan so'ng o'sha giroydan 4 soniya davomida ikkinchi skill bilan qayta stack yig'ish mumkin emas. Bu vaqt ichida bu skill bilan o'sha raqibga ko'proq uron bersa bo'ladi. Josining ultimate orqali stack yig'ish vaqti esa tezlashtirildi. Lemortning passiv qobiliyati yangilandi. Endi u avto atakasi yoki skillari bilan raqibga uron berganda energiya to'playdi. Energiya to'lsa, uning keyingi bazaviy atakasi 200% kritik uron beradi va katta miqdorda o'zining HP-sini tiklaydi. Otliq holatida 2 barobar tezroq energiya yig'adi. Shuningdek, ikkinchi skilldan qalqon berish effekti olib tashlandi, ammo listdagi monsterlarga birinchi skill bilan beradigan zarar 200% gacha oshirildi. Angelaning passivkasidagi harakat tezligini kuchaytirilishi kamaytirildi. Birinchi skillning perizaryadkasi biroz ko'paydi, lekin ultimate paytida bu skillning KD'si 50% ga qisqaradigan bo'ldi. Ultimatening ham perizaryadkasi sezilarli darajada oshirildi, ammo endilikda perizaryadka sanoqli ultimate qo'llangan zahoti boshlanadi. Ultimate davomiyligi ham 20 soniyaga uzaytirildi. Ko'rib turganingizdek, Angela yanada kuchaytirildi. Rafaelaning ikkinchi skilli bilan beriladigan davolash va tezlashtirish samaradorligi oshirildi. Bundan tashqari ultimatening cooldown'i qisqartirildi. Qolgan o'zgarishlar haqida keyingi videoda tanishishingiz mumkin.